13-pora. Yusuf surasining 53-oyatidan boshlanadi. Nafsimni oqlamayman. Zero nafs yomonlikka undovchidir. Faqat Rabbim rahim qilganlar bundan mustasnodir. Albatta, Rabbim kechirimli va rahimli zotdir. Shoh, uni huzurimga keltiringiz, uni o'zimga xos kishilardan qilib olay, dedi. U bilan so'zlashgach, shoh, sen bugundan boshlab bizning huzurimizda martabali va ishonchli shaxsdirsan, dedi. Yusuf dedi: meni shu yerning xazinaboni qilib qo'y. Zero men omonatni saqlovchi va o'z ishini puxta biluvchidirman. Shunday qilib, Yusufni o'sha yerning o'zi xohlagan joyida istiqomat qiladigan qilib qo'ydik. Rahmatimizni o'zimiz xohlagan kishilarga yetkazurmiz va ezgu ish qiluvchilar mukofotini zoyi qilmaydirmiz. Oxirat mukofoti esa iymon keltirgan va taqvoli bo'lganlar uchun yaxshiroqdir. Yusufning birodarlari Misrga kelishib, uning huzuriga kirganlarida ularni tanidi. Ular esa uni tanimas edilar. Ularni sarmoyalari bilan jihozlagach, Yusuf dedi: o'sha ota bir inilaringizni mening huzurimga keltiringiz. Axir men sizlarga yaxshi mezbonlik qilib, donlarni to'la holda o'lchab berayotganimni ko'ryapsizmi? Bas, agar uni mening huzurimga olib kelmasangiz, u holda mening dargohimda sizlar uchun o'lchanadigan narsa yo'q va menga yaqin kelmay qo'ya qolingiz. Ular otasidan uni bizga qo'shib yuborishini so'raymiz. Albatta bizlar shunday qiluvchimiz, dedilar. Yusuf o'zining tarozibon yigitlariga ularning donga almashtirish uchun keltirgan narsalarini yuklarining ichiga qaytarib solib qo'yingiz. Shoyat uylariga qaytgan vaqtlarida ularni tanib yana qaytib kelsalar, dedi. Otalarining oldiga qaytib kelishgach dedilar: ey ota, bundan keyin bizlarga o'lchov oziq ovqat berilmaydigan bo'ldi. Biz bilan birga inimizni Benyaminni yuborgin, shunda o'lchab ola bilamiz. Bizlar albatta uni muhofaza qiluvchimiz. Yaqub dedi: men uni sizlarga ilgari akasini ishonganimdek yana ishonayinmi? Bas, Alloh eng yaxshi asraguvchidir va u mehribonlarning mehribonrog'idir. Olib kelgan yuklarini ochib ko'rishgach, almashtirib kelish uchun olib borgan narsalarini o'zlariga qaytarilganini ko'rib dedilar: ey ota, mana narsalarimiz o'zimizga qaytarilibdi. Yana bizga nima kerak? Inimizni qo'shib yuborsang, yana oilamizga oziq ovqat keltirurmiz, inimizni muhofaza qilurmiz va uning uchun ham bir tuya yukni ortiqroq olurmiz. Bu Misr xazinaboni uchun arzimagan ozgina o'lchovdir. Yaqub aytdi: uni Benyaminni mening oldimga keltirishingiz haqida Allohdan vasiqa keltirmaguningizga qadar, ya'ni Alloh nomiga qasam ichmaguningizcha xurshovda qolishingiz bundan mustasno, uni sira sizlar bilan birga yubormasman.
unga vasiqalarini keltirishgach, Yaqub bu aytayotgan gaplarimizga Alloh guvohdir dedi. So'ngra ularni safarga kuzatayotib aytdi: Ey o'g'illarim, Misrga bir darvozadan kirmangiz, balki turli xil darvozalardan kiringiz. Men sizlardan Allohning biror hukmini qaytara olmayman. Hukm faqat Allohning izmidadir. Ungagina tavakkul qildim. Barcha tavakkul qiluvchilar ham uning o'zigagina tavakkul qilsinlar. Ularning otalari buyurgan tarzda Misrga kirishlari ulardan Allohning biror hukmini qaytaruvchi emasdir. Bu faqat Yaqubning dilidagi farzandlariga nisbatan mehridan paydo bo'lgan bir hojat bo'lib, u o'shani qondirgan edi xolos. Zotan u biz vahiy orqali bergan ta'limimiz sababli chuqur bilim egasidir. Lekin odamlarning aksariyati buni bilmaydilar. Yusufning huzuriga kirganlarida u inisi Benyaminni o'ziga tortib, men sening akangman. Endi ular, ya'ni akalarimiz qilayotgan narsa, hasad va adovatlaridan tashvish chekma, dedi. Bas ularning yuklarini tayyor qilgach, inisining yuki orasiga bildirmay bir suv ichadigan cho'michni solib qo'ydi. So'ngra jarchi: Ey karvon egalari, sizlar o'g'risiz, deb jar soldi. Ular kelishgach, nima yo'qotdingiz, dedilar. Jarchilardan biri aytdi: Podshohning o'lchov idishini yo'qotdik. Uni topib keltirgan kishiga bir tuya yuk mukofotdir. Men shunga kafilman. Ular dedilar: Allohga qasamki, bizlar bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmaganimizni bilasiz. Biz o'g'ri emasmiz. Agar yolg'onchi bo'lsangiz, o'g'rining jazosi nima bo'lar? So'rashdi jarchilar. Ular dedilar: Uning jazosi kimning yuki orasidan topilsa, shuning o'zi uning jazosidir. Bizlar zulm, o'g'rilik qiluvchi kimsalarni xuddi shunday jazolaymiz. Bas Yusufning xizmatkori axtarishni uning birodari Benyaminning idishidan oldin ularning, ya'ni akalarining idishlaridan boshladi. So'ngra uni ukasi idishidan topib chiqardi. Biz Yusufga mana shunday hiyla tadbirni qildik, bildirdik. Chunki podshohning joriy hukmi bo'yicha o'z birodarini Alloh xohlamasa boshqa yo'l bilan olib qola olmas edi. Biz o'zimiz xohlagan kishilarning darajalarini ko'taramiz. Har bir ilm egasi uzra undan bilimdonroq olim bordir. Ular: agar bu Benyamin o'g'irlik qilgan bo'lsa, qilgandir, chunki ilgari uning akasi ham o'g'irlik qilgan edi, dedilar. Bas Yusuf bu gapni ichiga solib ularga bildirmadi va sizlar yomon, tuban martabada ekansiz. Alloh siz tafsif etayotgan narsani yaxshi biluvchidir, dedi. Ular dedilar: Ey aziz, uning bir keksa otasi bor. Sen uning, Benyaminning o'rniga bizlardan birimizni olib qolgin. Bizlar sening ezgu ishlarni qiluvchi zotlardan ekaningni ko'rib turibmiz. Yusuf aytdi:
yo'qotgan matohimizni idishidan topib olgan kimsadan o'zgani olib qolishdan Alloh saqlasin. Aks holda biz zolim kimsalardan bo'lib qolurmiz. Undan umidlari uzilgach, og'a-inilar bir chetga chiqib shivirlashdilar. Ularning to'ng'ichi aytdi: otangiz zimmangizga Allohdan vasiqa olib qolganini bilmay qoldingizmi? Ilgari Yusuf to'g'risida ham shunday sustkashlik qilgan edingiz. Bas, to otam menga izn bermagunicha yoki Alloh men uchun biror hukm qilmagunicha mana shu yerdan sira jilmayman. U Alloh hukm qiluvchilarning yaxshirog'idir. Sizlar otangiz oldiga qaytib, unga aytingiz: ey ota, o'g'lingiz o'g'irlik qildi. Bizlar faqat bilgan narsamizga guvohlik bermoqdamiz. Oldin Yusuf haqida va'da qilganimizda g'aybni, ya'ni kelajakda nima bo'lishini esa biluvchi emas edik. Biz unda bo'lib qaytgan shahar ahlidan va birga ketgan karvondan so'ragin. Albatta bizlar rost so'zlovchilarmiz. Ular borib Yaqubga aytishgach, u dedi: yo'q, sizlarga havoyi nafsingiz yomon ishni chiroyli qilib ko'rsatgan. Bas, mening ishim chiroyli sabrdir. Shoyatki Alloh ularning Yusuf, Benyamin va Misrda qolgan o'g'limning barchalarini bag'rimga qaytarsa, albatta u bilimli va hikmatlidir. Keyin ulardan yuz o'girib: "Essizgina Yusuf", dedi. G'am-g'ussadan uning ko'zlari oqarib, ojiz bo'lib qoldi va u endi mahzundir. Shunda o'g'illari Alloh haqqi, to chala o'lik bo'lib qolguningizcha yoki bir yo'la halok bo'lguningizcha Yusufni eslayverar ekansizda, dedilar. U aytdi: men g'am va tashvishlarimdan yolg'iz Allohgagina shikoyat qilaman va men Allohning mehribonligi haqida sizlar bilmaydigan narsalarni bilurman. Ey o'g'illarim, boringizda Yusuf va uning ukasini izlangiz va Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Zero Allohning rahmatidan faqat kofirlar qavmigina noumid bo'lur. Ular bor sarmoyalarini olishib, yana Misr tomonga ravona bo'lishdi. Uning Yusufning huzuriga kirishgach dedilar: ey aziz zot, bizga va ahli oilamizga ocharchilik yetdi. Bizlar bu safar o'tmas matohlarni olib keldik. Bas, bizga o'lchov oziq ovqatni to'la beraver va bizga xayr sadaqa qilgin. Alloh albatta sadaqa beruvchilarni mukofotlagay. Yusuf dedi: jaholatda bo'lgan paytingizda Yusuf va uning ukasiga nima ishlar qilganingizni bilasizmi? Ular: sen o'sha Yusufmisan, dedilar. U: ha, men Yusufman. Bu esa ukamdir. Alloh bizga marhamat ko'rsatdi. Dar haqiqat, kimki Allohdan qo'rqib sabr qilsa, albatta Alloh ezgu ish qiluvchilarning mukofotini zoye qilmagay, dedi. Ular dedilar: Allohga qasamki, Alloh seni bizlardan afzal qilibdi. Biz esa haqiqatan
xato qiluvchilardan bo'ldik. U dedi: bu kun sizlarga nisbatan ayblov yo'q. Alloh sizlarni mag'firat qilgay. U rahim qiluvchilarning rahimlirog'idir. Sizlar mana bu ko'ylagimni olib borib, otamning yuziga tashlangiz, shunda ko'radigan bo'lib qolur. So'ng barcha ahli oilalaringiz bilan birga mening oldimga kelingiz. Karvon Misrdan chiqishi bilan otalari Yaqub o'z huzuridagi kishilarga: men Yusufning hidini sezmoqdaman, meni aqldan ozganga chiqarmasangiz bas, dedi. Ular aytdilar: Allohga qasamki, siz hali ham o'sha eski xatoyingizda turibsiz. Bas, xushxabarchi kelib, uni ko'ylakni Yaqubning yuziga tashlagach, u ko'radigan bo'lib qoldi. Sizlarga men Allohning mehribonligi haqida sizlar bilmaydigan narsalarni bilurman demaganmidim, dedi u. Ular dedilar: ey ota, Allohdan bizlarning gunohlarimizni mag'firat qilishini so'rang. Albatta bizlar xato qiluvchilardan bo'lgan ekanmiz. U aytdi: albatta, Rabbimdan sizlarni mag'firat qilishini so'rayman. Albatta, u g'afur, mag'firatli va rahim, rahimlidir. Bas, shahar tashqarisida chodirda kutayotgan Yusufning huzuriga kirganlarida u ota-onasini o'z bag'riga bosdi va inshaalloh Misrga tinch omon kirgaysiz, dedi. Keyin Misrga kirib saroyda bo'lganlarida u ota-onasini o'z taxtiga chiqardi va ular, ya'ni ota-ona va akalari Yusufga sajda qilgan hollarida yerga yiqildilar. U dedi: ey otajon, mana shu ko'p yil ilgari ko'rgan tushimning ta'biridir. Rabbim uni rost qildi. Dar haqiqat u menga yaxshilik qildi. Meni zindondan chiqardi. Shayton men bilan akalarim orasini buzib ig'vo qilganidan keyin mana sizlarni sahrodan Misrga sog' salomat holingizda keltirdi. Albatta, Rabbim o'zi xohlagan narsani lutf bilan amalga oshiruvchidir. Albatta, uning o'zigina alim va hakimdir. Ey Rabbim, menga podshohlik ato etding. Yana barcha gap tushlarning ta'vil, ta'birlaridan menga ta'lim berding. Ey osmonlar va yerni ijod etgan zot, dunyoyu oxiratda o'zing egamdirsan. Ajalim yetganida musulmon holimda vafot ettir va meni solihlar qatoriga qo'shgin. Ey Muhammad, bu biz sizga vahiy qilayotgan g'ayb xabarlaridandir. Chunki siz Yusufning akalari makr hiyla bilan o'zlarining ishlariga kelishib ittifoq tuzishayotgan paytlarida ularning huzurlarida yo'q edingiz. Odamlarning ko'plari garchi siz juda istasangiz-da mo'min bo'lmaydilar. Siz ulardan bu da'vatingiz uchun biror ajr, haq so'ramaysiz. U Qur'on
faqatgina barcha olamlar uchun bir eslatmadir xolos. Osmonlar va yerda qanchadan qancha Alloh va uning sifatlariga dalolat qiluvchi alomatlar bor. Lekin ular yonidan yuz o'girgan hollarida beparvo o'tib ketadilar. Ularning aksariyati Allohga faqat mushriklik hollaridagina iymon keltiradilar. Og'ir paytda Allohga iltijo qiladilar. Yoki ular Allohning azobi sifatida biror qamrab oluvchi balo kelib qolishidan yo to'satdan ular sezmagan hollarida qiyomat qoyim bo'lishidan xotirjammilar. Ayting, mening yo'lim shu. Men va menga ergashganlar aniq hujjat bilan Allohga da'vat etamiz. Har qanday sherikdan Allohni pok deb bilaman, zero men mushriklardan emasman. Ey Muhammad, biz sizdan oldin ham faqat shahar ahllaridan bo'lgan kishilarni payg'ambar qilib, ularga vahiy yuborganmiz. Axir odamlar yer yuzida sayohat qilib, o'zlaridan avvalgi iymonsiz kimsalarning oqibati qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi? Taqvoli bo'lganlar uchun shubhasiz oxirat diyori bu foniy dunyodan yaxshiroqdir. Bu to'g'rida aql yurgizmaysizmi? Har qachon o'sha payg'ambarlar noumid bo'lib, bizlar yolg'onchi bo'ldik deb gumon qila boshlaganlarida, ularga bizning nusratimiz, yordamimiz kelib, biz xohlagan kishilarga najot berilar edi. Ammo jinoyatchilar qavmidan bizning azobimiz qaytarilmas. Dar haqiqat, ularning qissalarida aql egalari uchun katta ibrat bordir. Ushbu Qur'on to'qib chiqariladigan gap emas, balki o'zidan oldingi narsalarni, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq etuvchi, unga iymon keltiradigan qavm uchun barcha narsalarni mufassal bayon qilib beruvchi hidoyat va rahmat manbai bo'lgan bir kitobdir. Ra'd surasi Madinada nozil qilingan 43 oyatdan iborat. Ra'd momaqaldiroq degani. Bu nom berilishiga sabab surada hamma mavjudot qatori momaqaldiroq ham Allohni ulug'lab, unga tasbih aytib turishidir. Surada iymon bilan kufr, haqiqat bilan botillik o'rtasidagi kurash, hayot va mamot, qiyomat va hisobot va boshqa ilohiy ko'rsatmalar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif, Lam, Mim, Ra. Ushbu sura oyatlari kitob Qur'on oyatlaridir. Ey Muhammad, sizga nozil qilingan bu narsa Qur'on haqiqatdir.
lekin odamlarning aksariyati iymon keltirmaydilar. Alloh osmonlarni ko'rib turganingizdek ustunsiz ko'tarib qo'ygan. So'ngra arsh uzra mustavi bo'lgan hamda quyosh va oyni o'z amriga bo'yun sundirgan zotdir. Har biri muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgunicha jarayonda, harakatda bo'lur. Alloh barcha ishning ta'birini qilur va sizlar qiyomatda Rabbingizga ro'baro bo'lishga iymon keltirishingiz uchun oyatlarni mufassal bayon qilur. U yerni yoyib qo'ygan va unda tog'lar va daryolar paydo qilgan zotdir. U yerdagi mevalarni va boshqa narsalarning ikkitadan juft qilib yaratdi. U tun zulmati bilan kunduzni o'raydi. Albatta bu misollarda fikr yuritadigan qavm uchun alomatlar bordir. Yerda bir-biriga yonma-yon, bo'lak-bo'lak, unumdor va unumsiz yerlar, uzumzor bog'lar, ekinzorlar va shohlagan va shohlamagan xurmolar bo'lib, hammasi bir suv bilan sug'orilur. Biz ularning biridan birining ta'mini totliroq qilib qo'yurmiz. Albatta, bunda aqli bilan anglaydigan qavm uchun alomatlar bordir. Agar ajablansangiz, u holda ularning kofirlarning tuproq bo'lib ketgach, yana yangitdan yaratilamizmi degan gaplari bundan da ajibroqdir. Ana o'shalar Parvardigorlarini inkor etganlardir. Qiyomat kunida ana o'shalarning bo'yinlarida zanjirlar bo'lur. Ana o'shalar do'zax ahli bo'lib, ular o'sha joyda mangu qolurlar. Ular sizdan yaxshilik Alloh rahmatidan avval yomonlik azobini talab qiladilar. Ulardan oldin ham bunday misollar o'tgandir. Albatta, Rabbingiz odamlarga ular zulm qiluvchi bo'lsalar ham mag'firatli va albatta Rabbingiz azobi qattiq zotdir ham. Kofir bo'lganlar unga Muhammadga Parvardigori tomonidan biror mo'jiza nozil qilinsa edi deydilar. Siz esa faqat ogohlantiruvchidirsiz. Har bir qavm uchun hidoyat qiluvchi payg'ambar bordir. Faqat Allohgina har bir ayolning homilasini, bachadonlar muddatidan ilgari tashlaydigan bolani ham, 9 oydan ortiqroq turib qoladigan bolani ham bilur. Uning dargohida har bir narsa o'lchovlidir. U maxfiy va oshkora narsani biluvchi, kabir, buyuk va mutaoli, oliydir. Sizlarning orangizdagi o'z gapini yashirgan kishi ham, uni oshkora qilgan kishi ham, kecha qorong'usida yashirinuvchi ham, kunduzi oshkora yuruvchi ham uning uchun barobardir. Uning insonning oldida ham, ortida ham ta'qib etuvchi farishtalar bo'lib, ular Allohning amri bilan uni muhofaza qilib tururlar.
albatta Alloh biror qavm o'zlaridagi narsani ne'matlarga nisbatan munosabatni o'zgartirmagunlaricha ulardagi narsani holatni yomon holatga o'zgartirmas. Alloh biror qavmga yomonlikni ravo ko'rsa, bas uni qaytarib bo'lmas va ular uchun undan o'zga boshqaruvchi yo'qdir. U sizlarga momaqaldiroq ovozidan qo'rqqan va yomg'ir yog'ishidan umidvor bo'lgan holingizda chaqmoqni ko'rsatadigan va og'ir bulutlarni paydo qiladigan zotdir. Momaqaldiroq ham unga hamd bilan tasbeh aytur. Farishtalar ham undan qo'rqqanlaridan tasbeh ayturlar. Chaqmoqlar yuborib, ular bilan o'zi xohlagan kimsalarni Alloh xususida talashib, tortishib turgan hollarida urar. U qattiq tadbirli zotdir. Haqiqiy duo faqat unga qilinur. Undan o'zga duo qilayotgan butlari esa ularning birorta duosini mustajob qilmas. Illo ular kaftlarini suvga cho'zib, u suv og'ziga yetishini kutib turgan bir kimsaga o'xshaydilar. Holbuki u suv uning og'ziga yetuvchi emasdir. Kofirlarning duolari mutlaqo zoyedir. Osmonlar va yerdagi barcha jonzot va ularning soyalari xoh ixtiyoriy, xoh majburan erta-yu kech sajdani Allohga qiladilar. Ey Muhammad, ayting, osmonlar va yerning parvardigori kim? Yana o'zingiz Alloh deb javob qiling. Bas uni qo'yib o'zlariga na foyda va na zarar yetkazishga qodir bo'lmaydigan but va sanamlarni do'st tutdingizmi? deng. Yana ayting, ko'r gumroh bilan ko'ruvchi hidoyat topgan kishi barobar bo'lurmi? Yoki zulmatlar bilan nur barobar bo'lurmi? Yo ular Allohga uning yaratishi kabi yarata oladigan butlarni sherik qilib olishgan va ular ham yaratganlar u so'ngra ularga ikki yaratish o'xshash bo'lib qoldimi? Ayting, Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir va u tanho va g'olibdir. Alloh osmondan suv, yomg'ir yog'dirganida jilg'alar miqdori bilan oqib, bu sel o'z ustida ko'piklarni ham ko'tarib kelur. Odamlar zeb ziynat yoki asbob uskuna yasash uchun yoqadigan olovlardan ham shunga o'xshash chiqindi paydo bo'lur. Alloh haq bilan botilni mana shunday misol bilan bayon qilur. Bas ko'pik o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketur. Odamlarga foydali bo'lgan narsa esa yerda qolur. Alloh misollarni mana shunday bayon qilur. Parvardigorlari da'vatiga ijobat etganlar uchun go'zal mukofot jannat bordir. Unga ijobat qilmaganlar esa mabodo yerdagi bor narsa yana 2 barobar ko'payib ularniki bo'lsa, uni Allohning azobidan qutulish uchun fido qilgan bo'lar edilar. Ular uchun yomon hisob kitob bo'lur. Ularning borar joylari
jahannamdir. Naqadar yomon joy u. Ey Muhammad, axir sizga Rabbingiz tomonidan nozil qilingan narsa aniq haqiqat ekanini biladigan kishi ma'nan ko'r kimsaga o'xshaydimi? Bu oyatlardan albatta aql egalarigina eslatma olurlar. Ular Allohga bergan ahdlariga vafo qiladigan va al-misoqni, va'dani buzmaydiganlardir. Ular Alloh bog'lanishga buyurgan narsalarni, ya'ni qarindoshlar bilan aloqani bog'laydilar, Parvardigorlaridan qo'rqadilar va oxiratda hisob kitobning noxush ketishidan cho'chiydilar. Parvardigorlarining yuzini istab, turli mashaqqatlarga sabr qilib, namozlarini barkamol ado etgan va biz rizq qilib bergan narsalardan xufiyona va oshkora ehson qilgan hamda yomonlikka yaxshilik qaytaradigan zotlar aynan o'shalar uchun dunyo oqibati jannat bordir. U abadiylik bog'lari bo'lib, ular u joylarga ota-bobolari, jufti halollari va zurriyotlaridan iborat solih bandalar bilan birga kirurlar. So'ngra ularning huzurlariga har bir eshikdan farishtalar kirib derlar: Alloh yo'lida turli mashaqqatlarga sabr qilib o'tganlaringiz sababli endi bu yerda sizlarga tinchlik bo'lgay. Dunyo oqibati jannat naqadar yaxshi. Alloh bilan ahd bog'laganlaridan keyin uni buzadigan, Alloh bog'lanishiga buyurgan narsalarni uzadigan va yer yuzida buzg'unchilik qilib yuradigan kimsalar ham borki, ular uchun Allohdan la'nat bo'lur va ular uchun noxush diyor jahannam bordir. Alloh o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilur va xohlagan kishilarning rizqini tang qilur. Mushriklar mana shu dunyo hayoti bilan shodmon bo'ldilar. Holbuki bu dunyo hayoti oxirat oldida faqat bir arzimas matodir. Kufrda bo'lganlar unga, Muhammadga Parvardigori tomonidan biror mo'jiza nozil qilinsa edi deydilar. Ayting, albatta Alloh o'zi xohlaganini adashtirur va unga qaytgan kishini hidoyatga boshlar. Ular iymon keltirgan va qalblari Allohning zikri bilan orom oladigan zotlardir. Ogoh bo'lingizki, Allohni zikr etish bilan qalblar orom olur va taskin topur. Iymon keltirib solih amallarni qilganlar uchun tubo, xushnudlik va go'zal oqibat jannat bordir. Ey Muhammad, shunday qilib sizni ko'pdan ko'p ummatlardan keyin kelgan bir ummatga, ular Ar-Rahmon Allohni inkor qilib turgan hollarida biz sizga vahiy qilgan narsalarni
tilovat qilib berishingiz uchun payg'ambar qilib yubordik. Ayting, u mening Rabbimdir, undan o'zga iloh yo'qdir, ungagina tavakkul qildim va tavbam ungaginadir. Bordi-yu bir Qur'on bo'lib, uning kuchi bilan tog'lar joyidan jildirilsa, yo uning kuchi bilan yer yorilsa, yoki uning kuchi bilan o'liklar tilga kiritilganda ham kofirlar iymon keltirmaydilar. Aksincha, barcha ish Alloh iznidadir. Iymon keltirganlar agar Alloh xohlasa, barcha odamlarni albatta hidoyat qilishini bilmadilarmi? To Allohning va'dasi kelgunicha, ya'ni Makka fath qilingunicha, kufrdagi kimsalarga o'zlarining qilmishlari sababli turli balolar yetar, yoki ularning diyorlariga yaqin joylarga ofat tushar va ularni notinch qilar. Albatta, Alloh va'daga xilof qilmagay. Ey Muhammad, sizdan oldingi payg'ambarlar ham masxara qilinganida, men o'sha kufr yo'lida bo'lgan kimsalarga biroz muhlat berib, so'ngra ularni o'zimning azobim bilan ushlaganman. Bas, ularga bergan jazolarim qanday bo'ldi? Har bir jonning qilgan amali ustidan kuzatib turuvchi zot his tuyg'usiz but sanamlarga o'xshaydimi? Ular turli narsalarni Allohga sherik qilib oladilar. Ularga ayting, u butlaringizning nomlarini va qila oladigan ishlarini aytingizchi. Balki Allohga yer yuzidagi bilmaydigan biror narsadan xabar berarsiz, yoki faqat yuzaki gap bilan so'zlariga ishonib, sig'inib yuraverasizmi? Yo'q. Kufrda bo'lgan kimsalarga o'zlarining makrlari chiroyli qilib ko'rsatildi va ular haqiqiy yo'ldan to'sildilar. Kimni Alloh yo'ldan ozdirsa, uning uchun biror hidoyatga soluvchi zot bo'lmas. Ular uchun dunyo hayotida azob bo'ladi. Oxirat azobi esa og'irroqdir. Ularni Alloh azobidan saqlovchi kuch yo'qdir. Taqvolilar uchun va'da qilingan jannatning misoli, uning ostida anhorlar doimo joriy, mevalari va soyalari boqiydir. Bu taqvo qilganlarning oqibati mukofotidir. Kofirlarning oqibati esa do'zaxdir. Biz kitob, Tavrot, Injil ato etgan kishilar sizga nozil qilingan narsa Qur'on sababli shodlanadilar. Yahudi va nasroniylardan iborat guruhlar orasida Qur'onning ayrim qismini inkor etadiganlar ham bordir. Ularga ayting, albatta men yolg'iz Allohga ibodat qilishga va unga birovni sherik qilmaslikka buyurilganman. O'sha zotgagina ibodat qilishga da'vat eturman va qaytishim ham uning huzurigadir. Shuningdek, biz uni Qur'onni arabiy hukm sifatida nozil qildik.
qasamki, agar sizga kelgan shu bilimdan so'ng ularning havo xohishlariga ergashsangiz, bilib qo'yingki, siz uchun Alloh tomonidan biror do'st ham, himoyachi ham yo'qdir. Dar haqiqat, sizdan ilgari ham ko'p payg'ambarlar yuborganmiz va ularga xotinlar va zurriyotlar berganmiz. Hech bir payg'ambar uchun Allohning iznisiz biror mo'jiza keltirish mumkin emas. Har bir vaqt uchun munosib bitik hukm bordir. O'zi xohlagan narsani, ya'ni hukmni o'chirur va o'zi xohlagan hukmni qoldiradi. Ona kitob, lavhul mahfuz uning huzuridadir. Agar sizga ular uchun va'da qilgan ba'zi narsalarni, ya'ni azoblarimizni ko'rsatsak ham, yoki sizni oldinroq vafot qildirsak ham, albatta sizning zimmangizda dinni odamlarga to'la yetkazish, bizning zimmamizda esa hisob so'roq qilish bordir. Makka mushriklari biz yerlariga kelib, uni atrofidan qisqartirayotganimizni, fath qilinib kelayotganini ko'rmadilarmi? Alloh hukm qilur, uning hukmini ta'qib etuvchi bo'lmas. U tez hisob qiluvchidir. Ulardan ilgarigi kimsalar ham o'zlarining payg'ambarlariga nisbatan makr qilganlar. Bas, makrning hammasi Allohnikidir. U har bir jonning qilayotgan ishini bilur. Yaqinda kofirlar diyor oxirat oqibati kimniki ekanini bilajaklar. Kofir bo'lgan kimsalar sizga payg'ambar emassan deydilar. Ayting, men bilan sizlarning oramizda Alloh va kitob ilmidan xabardor bo'lgan kishilar guvohlik bo'yicha kifoyadir. Ibrohim surasi Makka da nozil qilingan 52 oyatdan iborat. Ibrohim payg'ambar nomi. Ibrohim alayhissalomning Quds shahridan Makkaga kelishlari, u yerda qilgan duolari haqida oyatlar bo'lgani uchun suraga shu nom berilgan. Unda asosan tavhid, e'tiqod, qiyomat, jannat, do'zax, hisobot, payg'ambarlarning yuborilishidan ko'zlangan maqsad va boshqa ma'lumotlar mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif Lam Ra. Ey Muhammad, bu Qur'on Parvardigorlarining izni bilan odamlarni zulmatlardan nurga, ya'ni qudrat va hamd egasining yo'liga olib chiqishingiz uchun sizga biz nozil qilgan kitobdir. U osmonlar va yerdagi bor narsa uniki bo'lgan Allohning yo'lidir. Qattiq azob sababidan kofirlar holiga voy. Ular dunyo hayotini oxiratdan afzal biladigan
odamlarni Allohning yo'lidan qaytaradigan va uni qing'ir qilishni istaydigan kimsalardir. Ular haq yo'ldan yiroqdagi gumrohlikdadirlar. Biz har bir payg'ambarni hukmlarimizni bayon qilib berishi uchun o'z qavmining tili bilan so'zlaydigan qilib yubordik. Bas, Alloh o'zi xohlagan kimsani yo'ldan ozdirur va o'zi xohlagan kishini hidoyat qilur. U qudratli va hikmatli zotdir. Darhaqiqat, biz Musoni Bani Isroil qavmiga mo'jizalarimiz bilan yuborib, unga dedik: qavmingni zulmatlar, kufrdan nur iymonga olib chiqqin va ularga Allohning kunlarini, o'tmish voqealarini yoki ne'matlarini eslatgin. Albatta, bunda har bir sabrli va shukr qiluvchi kishi uchun alomatlar bordir. O'shanda Muso qavmiga aytdi: Allohning sizlarga bergan ne'matini, sizlarni og'ir azoblar bilan qiynayotgan, o'g'illaringizni so'yib, qizlaringizni tirik qoldirayotgan Fir'avn zodagonlaridan qutqarganimizni eslangiz. Ana o'sha ishlarda Parvardigoringiz tomonidan ulkan sinov bordir. Yana Rabbingiz e'lon qilgan bu so'zlarni eslangiz. Qasamki, agar bergan ne'matlarimga shukr qilsangiz, albatta ularni yanada ziyoda qilurman. Bordi-yu noshukrchilik qilsangiz, albatta azobim ham juda qattiqdir. Muso yana dedi: agar sizlar o'zingiz va yer yuzidagi barcha kishilar kofir bo'lsangiz ham, Allohga hech qanday zarar yetkaza olmaysiz. Zero Alloh sizlarning shukr qilishingizdan behojat va hamd egasidir. Sizlarga ilgari o'tgan kishilarning Nuh, Od, Samud qavmlarining va ulardan keyin o'tgan faqat Allohgina biladigan qavmlarning xabari kelmadimi? Ularga payg'ambarlari hujjatlari bilan kelganlarida, ular qo'llari bilan payg'ambarlarning og'izlarini to'sib dedilar: biz sizlar elchi qilib yuborilgan narsa dinga kufr keltirdik. Sizlar bizni da'vat qilayotgan narsangiz diningizdan biz shak shubhadadirmiz. Payg'ambarlari aytdilar: osmonlar va yerning yaratuvchisi Alloh borligi va birligi xususida shak bormi? U sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilish va o'zlaringizni ma'lum muddatgacha halok qilmay kechiktirish uchun iymonga da'vat qilmoqda-ku. Ular dedilar: sizlar ham bizga o'xshagan odamlarsiz. Faqat bizni ota-bobolarimiz ibodat qilib o'tgan narsadan, but va sanamlarga sig'inishdan qaytarmoqchisiz xolos. Bas, agar chin payg'ambar bo'lsangiz, bizga aniq bir hujjat, mo'jiza keltiringchi. Payg'ambarlar ularga aytdilar: to'g'ri, biz xuddi sizlarga o'xshagan odamlarmiz.
lekin Alloh o'zi xohlagan bandalariga payg'ambarlik in'om qilur. Biz sizlarga Allohning irodasisiz biror hujjat keltira olmaymiz. Iymon keltirganlar Allohgagina tavakkul qilsinlar. Bizni to'g'ri yo'llarimizga hidoyat qilgan Allohga nechun tavakkul qilmaylik? Albatta, biz sizlar yetkazgan aziyatlarga sabr qilurmiz. Tavakkul qiluvchilar Allohgagina tavakkul qilsinlar. Kufr yo'lidagi kimsalar o'z payg'ambarlariga albatta biz sizlarni yerimizdan haydab chiqaramiz yoki sizlar bizning dinimizga qaytursiz dedilar. Shunda Parvardigorlari ularga, payg'ambarlarga albatta biz zolimlarni halok qilurmiz. Ulardan so'ng shu yerga sizlarni joylashtirurmiz. Bu va'da mening huzurimda hisobot uchun turishdan qo'rquvchi va mening ogohlantirishimdan xavf qiluvchi kishilar uchundir, deb vahiy yubordi. So'ngra payg'ambarlar Allohdan madad tiladilar. Har bir jabr va sarkashlik egasi umidsiz bo'lur. Uning ro'parasida jahannam turar. Jahannamda unga yiring suvidan berilir. Uni yutmoqchi bo'ladi-yu, tomog'idan o'tkaza olmaydi. Unga har tomondan o'lim keladi-yu, u o'la olmaydi. Uning ortida bundan ham og'ir azob bordir. Parvardigorlariga kofir bo'lganlarning amallari bamisoli bo'ronli kunda qattiq shamol uchirib ketgan kuldir. Ular qilgan amallaridan biror yaxshi narsaga ega bo'la olmaydilar. Bu o'ta gumrohlikdir. Ey inson, Alloh osmonlar va yerni haq, hikmat bilan yaratib qo'yganini ko'rmadingmi? Agar u xohlasa, sizlarni ketkazib, o'rningizga yangi xalqni keltirur. Bu ish Alloh uchun qiyin emasdir. Qiyomat kunida barcha xaloyiq Allohga ro'baro bo'lur. Bechora hol ergashuvchilar, mutakabbir, sobiq yo'lboshchi bo'lganlarga bizlar sizlarga ergashuvchi edik. Endi sizlar bizlarni Allohning biror azobidan qutqara olurmisiz deganlarda ular aytadilar: agar Alloh bizni haq yo'lga hidoyat qilganida biz ham sizlarni hidoyat qilgan bo'lar edik. Endi esa bardoshsizlik qilamizmi, sabr toqat qilamizmi, biz uchun barobar. Biz uchun hech qanday panoh yo'qdir. Qachonki ish bitgach, ya'ni jannat ahli jannatga, do'zaxlar do'zaxga hukm qilingach, shayton deydi: Alloh sizlarga haq va'da qilgan edi. Men ham va'da berib sizlarni aldagan edim. Lekin men uchun sizlarning ustingizdan hech qanday hukmronlik yo'q edi. Illo men sizlarni kufr yo'liga chorladim. Sizlar menga ijobat etdingiz. Endi meni emas,
o'zlaringizni malomat qilingiz. Men sizlarga yordam bera olmayman, sizlar ham menga yordam beruvchi emassiz. Sizlar ilgari meni Allohga sherik qilganingizni inkor qilurman. Albatta, zolimlar, kofirlar uchun oxiratda alamli azob bordir. Iymon keltirgan va ezgu ishlar qilganlar ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarga kiritilib, Parvardigorlarining izni bilan u joyda mangu qolurlar. Ularning jannatdagi ko'rinishlari o'zaro salomlashishdan iboratdir. Ey inson, Alloh pok so'zga, ya'ni iymon kalimasiga qanday misol keltirganini ko'rmadingmi? U so'z xuddi bir yaxshi daraxtga o'xshaydiki, uning ildizi yer ostiga o'rnashgan, shoxi esa osmondadir. Parvardigorining izni bilan u mudom meva berur. Alloh odamlar eslatma olishlari uchun mana shunday misollarni keltirdi. Yomon so'zning, ya'ni kufr so'zining misoli esa yer yuzasidan ildizi uzilib qolgan, bir joyda qarori yo'q nopok daraxtga o'xshar. Alloh iymon keltirganlarni dunyo hayotida ham, oxiratda ham ustuvor so'z iymon kalimasi bilan sobit qadam qilur. Zolimlarni esa Alloh haq yo'ldan ozdirur. Alloh ilm-u hikmat asosida o'zi xohlagan ishni qilur. Ey inson, Allohning ne'matini, iymonni kufrga almashtirib yuborgan va qavmlarini halokat diyoriga qulatgan kimsalarni ko'rmadingmi? Halokat diyori ular kuydiriladigan jahannamdir. Naqadar yomon qarorgoh. Ular odamlarni uning yo'lidan ozdirish uchun Allohga teng ma'budalarni o'ylab topdilar. Ey Muhammad, ayting, foydalanib qolingiz. Bas, albatta, oxiri boradigan joyingiz do'zaxdir. Ey Muhammad, iymon keltirgan bandalarimga ayting, namozni barkamol ado etsinlar, hamda savdo sotiq va oshna og'aynigarchilik bo'lmaydigan kun, qiyomat kelmay turib, biz ularga rizq qilib bergan narsalardan xufiyona va oshkora ehson qilsinlar. Alloh osmonlar va yerni yaratgan va osmondan suv, yomg'ir, qor yog'dirib, u sababli sizlarga rizq bo'ladigan mevalarni chiqargan zotdir. U o'z amri bilan dengizda suzib yurishi uchun kemalarni sizlarga bo'yin sundirdi. Yana daryolarni ham sizlarga bo'yin sundirdi. U doimo faoliyat ko'rsatib turuvchi quyosh va oyni ham sizlarga bo'yin sundirdi. Yana kecha va kunduzni sizlarga bo'yin sundirdi. Shuningdek, sizlarga barcha so'ragan narsalaringizdan ato etdi. Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz,
sanog'iga yeta olmaysiz. Haqiqatan inson o'ziga o'ta zolim va Rabbiga juda noshukrdir. Ey Muhammad, eslang, Ibrohim aytgan edi: ey Rabbim, bu shaharni, ya'ni Makkani tinch qilgin, meni va avlodlarimni sanamlarga sig'inishdan yiroq qilgin. Ey Rabbim, u sanamlar ko'p odamlarni yo'ldan ozdirdi. Bas, kim menga ergashsa, ana o'sha mendandir, mening dinimdadir. Kim menga itoatsizlik qilsa, yana o'zing kechirimli va mehribonsan. Ey Rabbimiz, men zurriyotimdan bir qismini, o'g'lim Ismoil va uning onasi Hojarni sening hurmatli bayting huzuridagi ekin o'smaydigan bir vodiyga joylashtirdim. Ey Rabbimiz, ular namozni barkamol ado etsinlar deb shunday qildim. Bas, sen o'zing odamlarning dillarini ularga moyil qilib qo'ygin va ularni barcha mevalardan oziqlantirgin, shoyat shunda shukr qilsalar. Ey Rabbimiz, sen bizlar yashirgan narsani ham, oshkor qilgan narsamizni ham bilursan. Allohga yerda ham, osmonda ham biror narsa maxfiy emasdir. Menga keksalikda Ismoil va Ishoqni bergan Allohga hamd aytaman. Albatta, Rabbim duoni qabul qilish uchun eshituvchidir. Ey Rabbim, meni va zurriyotimdan ko'p farzandlarimni namozni barkamol ado etuvchi qilgin. Ey Rabbimiz, duoyimni qabul et. Ey Rabbimiz, hisob kitob qilinadigan qiyomat kuni meni, ota-onamni va barcha mu'minlarni mag'firat qilgin. Ey Muhammad, siz zinhor zolim kimsalarning qilayotgan ishlaridan Allohni g'ofil deb hisoblamang. Faqat Alloh ularni jazolashni ko'zlar, dahshatdan qotib qoladigan kunga, qiyomatga qoldirmoqda xolos. U kuni ular boshlarini osmonga ko'tarib, chorlangan tomonga yugurgan holda bo'lurlar. Ko'zlari qotganicha o'zlariga qaytmaydi. Yuraklari dahshatdan bo'sh bo'lib qolur. Ey Muhammad, odamlarni ogohlantirib qo'yingki, ularga azob keladigan kuni qiyomatda zulm qilganlar: ey Rabbimiz, bizlarga ozgina muhlat bergin, sening da'vatingga ijobat qilurmiz va payg'ambarlarga ergashurmiz deydilar. Ularga shunday javob qilinur: ilgari yorug' dunyoda zavolga yuz tutmasligingiz, o'lmasligingiz haqida qasam ichgan emasmidingiz? Sizlar o'zlariga zulm qilganlarning maskanlariga o'lganlaridan keyin joylashgan edingiz. Ularni qanday halok qilganimiz ham sizlarga aniq bo'lgan edi. Biz sizlar uchun misollar ham keltirgan edik. Dar haqiqat, ular mushriklar o'zlarining makrlarini qildilar. Lekin agar ularning makrlari sababli tog'lar yemirilib ketadigan bo'lsa-da, ularning bu makrlari Alloh huzurida
qayd etilgandir. Ey Muhammad, Allohni o'z payg'ambarlariga beradigan va'dasiga xilof qiluvchi deb hisoblamang. Albatta, Alloh qudratli va intiqom o'ch oluvchidir. Bu yer boshqa yerga va osmonlar o'zga osmonlarga almashtiriladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va g'olib Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomatda intiqom oluvchidir. Ey Muhammad, o'sha qiyomat kuni jinoyatchilarni kishanlar bilan bog'langan hollarida ko'rajaksiz. Ularning kiyimlari qora moydan bo'lib, yuzlarini olov o'rab oladi. Alloh har bir jonga qilmishiga yarasha jazo berish uchun shunday qilur. Albatta, Alloh tez hisob kitob qiluvchidir. Bu oyatlar odamlar ogohlantirilishlari va Alloh yagona iloh ekanini bilishlari hamda aql egalari eslatma olishlari uchun bir bayonot.